Qanchasini oladi desa shuga? Men ko'lda turaman. 120 ga To'rtmoq erkak ekan-a? Ben bo'ladigan yo'qman. Ayo, men ham yo'q, men chaqlab ketdim. Qanchaga so'radingiz? Men chaqlab ketdim. Keyin menga kechini. Mol ketaveradi, yaxshi mol yuvib butum ketadi. Qayoqqa borsan ketadi. Qanchaga so'radingizlar aka? Mayli taysoldi-da, nasib qilganda sotamda. 119 mingga so'rab turdilar. Keng faydalan. Talashma, men so'rayotgan yerda talashma. Mingdan talashma. Faydalan. 120 ga bo'ldi desa ol debdi ular. Onda qo'y. Hozir berasiz. Yarag'ini qo'y. Joy. Diqqatli desem, diqqatli qo'ying. Birinchi bolasından, yo'q, birinchi bolasi. Yo'q, buni o'zi negizi birinchi bolasini men sotganman. O'zim yine aldım da. Siz qanchada olasiz? 80 ming. Ha, o'zim aldım. To'rtmoq urg'ochi ha? Erkak. Qancha suti bor? Amma bilan aka. Onu sotasiz. Men bir yaxshi. O'zim oldirib beradi. O'zim qalavoya qarab. Men olmayman. Qancha millatga deysan qo'y ber. 120 ming so'm bor to'g'onlar. Ol. Oldi deysi. Hozir Ortam berdi. Katta mana. 120 ming so'mga sotildi. Evet. Bular qisir aka? Qisir. Qanchadan olasiz? 90 ming so'm, 60 ming, 90 ming so'm ekan to'g'ri. Qisir ekan. Bol-boldek bo'lsa kerak a? Ne qazondi? Bol to'g'ri. 88.500. To'rtmoq erkak ekan-a? To'rtmoq erkakmi to'g'on? To'rtmoq erkakmi? Urg'och. 88.500 so'm bol bo'lyapti onlar. Qanchada olasiz aka o'shani? 120 ming so'm. To'rtmoq erkak ekan. Urg'ochi. Erkak ekan to'g'ri. Qancha bog' oldi adam shu? 80 ming bo'lyapti. 80 ming so'm. Bolasi ham erkak egasi erkak. To'rtmoq erkak ekan to'g'ri. Siz qanchada olasiz aka? 100 kam oldi. 100 kami bor. Qanchasi to'rtmoq ham shu? Erkakmi? Urg'och. Mana to'g'rilar. Qancha dedingiz o'zingiz? 125 ming ekan aytilish bahosi. Boz qancha ekan bahosi to'g'ri? 90 deb. 90. Urg'ochi o'tirmoq. Ha. 90 ming so'm ekan. Jon ochmoqchi edi. Allah, to'rtmoq erkak ekan to'g'onlar. Qanchada olasiz aka shuni? 100 ming. Qanchasi to'rtmoq ham shularga? Shuncha olasi. Uylar keldi. Urg'ochi. To'rtmoq erkak. Qanchada olasiz? 3-chi olasiz. Qancha ming bahosi? Olti ha? Qancha berishdi? Qanchada olasiz aka shu? Aynan bo'la. 130 ming so'm. To'rtmoq erkak ekan.
Bulam yaş bolada. Qancha berib qo'ydingiz? Razısızmı? Yok. Urg'ochi o'zi erkakmi? Urg'ochi. 17.000 so'm bor. Qancha berdingiz aka? Qarg'iliga qiziqib bana to'g'ri. Qo'y, dangoz bo'la qo'ydi, to'g'ri bola. Yo'q, qori berasizmi? Qanchada otasizlar aka? Bo'lsizmi? Barakami? 120.000 so'm. Aytilish bahosi. Qancha berdin? Qancha berdingiz aka? Aytma, videoga olyapsiz. Ya bosini aytib qo'ying, bosini. 98 mi? 98.000. Keling. Şarap. Bola tekirami? Para 5 son ver. Tolib aka siz olasizmi qo'shsam? Yo'q, ber, ol. Qiziganda unaqa. Kızım ona Ya koy. 5 so'mdan butada 10 bo'lsa derim 5 Aka 95 dan oshgan, men qo'shdim 3000 dan. Ananaga. Yo'q, agar bo'lada 10 bo'lsa 5 so'm dering, ishni bitiring. Ha işi bitir dedim bana son ya. Ne bola? Bo'ladimi shunga? Ikkita oqsoqol gap. 95, 98 yarim yurzamiz. Ver. Bor tavakkal. Rozimisiz? Nima olyaptani bola YouTube'dan chiqaveradi. Chiqib qo'ysa aka. To'g'ri bola, Pul olma. berib ham chiqara olmayman. Bering. 98 yarim ming mana shu ikkita oqsoqolni gapi. Rozimisiz? Ha? Bo'la. Yer endi o'sha bolaga. Qanchasi to'rtmoq aka shu? 6-chi. Qanchada otasiz? 115 kam bor. 115? 115 ming kemi bor ekan to'g'rilar. To'rtmog'i cho'ng bo'lib qoldi. 6-chi to'rtmoq ekan. Nechinchi bo'ladi? 500 qo'shilasiz, nechini qaytadi? 500. Ha shu 500 ming aka. Qo'yaman necha 500. 70 yo 70. Aylos. 70. Qanchada olib turaymi? Betkami? Ha? Qancha oldi aka? Qancha berib qo'ydi aka shu vaqt? Yo'q, men Qancha ketdi? Qancha ketdi aka? yaxshi dedi. Qancha dedi? 75. Ko'p-ku? 75 so'mga sotib turdi onlar. To'rtmoq urg'ochi o'zi erkakmi? Urg'ochi ekan to'g'rilar. Sütü dog'i yo'q deydi to'g'rilar. Ya bu bo'z olindi aka shundan? Qisir ekan. Qanchaga bo'ldi ham shu aka? Yo'q, siz topmaylar aka. Qancha oldi ham shu aka? 124 ming. Mana bunaqa ko'p, ha? Jimma tortaydi. Yaxshi. Bo'z ekan. Ya bo'zi bular, ha? Qanchadan bular? 80 dan kemi bor. 80 ming so'mdan ekan. Bo'z ekan. Do'stu degan.